maylo. Hi guys, salom yaxshilar. Bugun ertalabdan Karsi qaynonam bilan yuvinib chiqib, endi yuzimizga uxot qilamiz birgalikda. Bugun 99% guruchdan tayyorlangan naborimizni ertalabki uxot sifatida ishlatmoqchimiz. Birinchi bo'lib 99% guruchdan tayyorlangan penkada yuzimizni yuvib chiqdik. Juda ham zo'r tozalab beradi. Ayniqsa ertalabki penka sifatida ishlatsanglar vashe zo'r. Bundan keyin tonerini, 99% guruchdan tayyorlangan tonerini surtib olamiz. Ertalabki uxotga yuzingizni juda ham zo'r namlantirib, yuzingizdagi dog'lar bilan qarshi kurashadi. Bilasizlarmi, ba'zi uxotlarni yuzingizga surtmasangiz og'ir bo'lib qoladi, qalin bo'lib qoladi. Bu unaqa emas, bu yengil o'tiradi yuzga. Shuning uchun kunduzgi uxot sifatida bemalol shuni ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi etapida siviritkasini surtib olamiz. Uchinchi etapida shunaqa kremini surtib olamiz. Ayniqsa xuddi shu uxotdan keyin bemalol har xil makiyajlar qilib kuni bo'yi yursangiz bo'ladi. Makiyajingiz ham juda ham zo'r o'tiradi agar uxot qilib makiyaj qilsangiz. Turganingizdek 99% guruchdan tayyorlangan ushbu naborimiz 5 etapli bo'lib, birinchisi gidrofilniy balzam makiyajlaringizni chuqur o'chirib beradi. Undan keyin penkasi yuzingizni chuqur tozalab beradi. Toner, siviritka va kremi. Bu ajoyib nabor ko'plab yuzlarga to'g'ri tushadi. Shuning uchun bemalol yaqinlaringizga sovg'a sifatida ham bersangiz bo'ladi. Shu bilan kunduzgi uxotimiz tugadi. Hammangizga xayr.